jo'natyapsiz aka. Mana bu hujjatga asosan o'shaning pulini bekor qilib bering. Bo'ldi. Vazifangiz qiling aka. Hop, skanerlab oling qani. Skanerlab olamizmi? Pulini bekor qilib bering bizga. Hozir nimaga pulini to'xtatmaslikka buyruq berdingiz? Hozir nimaga pulini to'xtatmaslikka buyruq? Rahbari kulut soxta qilganligingiz bo'yicha ayblov xulosasi beryapti. Bemalol boshqa. Demak, siz qilib bergansiz-da bu kulutni, to'g'rimi? Yo'q, men bermaganman. Siz qilib bergansiz bu kulutni. Meni fikrim bu, siz qilib bergansiz. Meni fikrim siz qilib familiyangizni tanishtirib oling. Ha? Bu yerga kelganimga 2 oy bo'ldi. Demak, siz meni fikrim bu, erkin fikrim siz qilib bergansiz kulutni. Siz qilib bergansiz kulutni. Siz qilib bergansiz. Ol yaxshilab bo'ldi. Bu bo'yicha aka tegishli tashkilotlarga zaпрос jo'natamiz aka, siz faoliyatingiz bo'yicha ham, hozir to'xtatganligingiz bo'yicha ham so'rab olamiz. Bu bo'yicha aka xato ish qildinglar, lekin buni ko'rsatamiz ijtimoiy tarmoqda. Sizning faoliyatingizni ham polniy bo'lsin. Noto'g'ri harakat qildingiz, bilib oling. Ekspertiza xulosasini skaner qilib olishdi, o'shani olib berib yuboringlar bizga. Ular o'chirib qo'limda ketmadimi? Yo'q. Sizlarda qoldi skaner qilib olganinglar. Original o'zimizda skaner qilib olganinglarni beringlar bizga qaytarib. Men to'g'rilikcha shu narsani ijtimoiy tarmoqqa olib chiqmasdan hal bo'lishini kutdim, lekin xodimlarning o'zi xato qilib qo'yishdi. Bu narsa endi keyin jamoatchilikka ochiqlanadi va e'lon qilinadi. Tez orada Taftish axborot agentligini maxsus YouTube kanalida kutib qolinglar. Udalet qilasizlar o'zingizlar. Karzinkilardan ham keyin yana nima yo'q bo'lish kerak sizlarda. Chunki o'zi kelmasa ham begona odam kelsa qilib beryapsizlar hujjat. O'sha ishonch qolmadi sizlarga. Ishonch. Aka nimaga shart emas bo'ladi aka? Odamlarning ishonchi qayerda qoladi? Bu siz uchun, bu biz uchun. Aka, bu kamera. Ochmayapsiz-ku mana kamerada. O'sha kuni kelib vazirlikka shu ochib ko'rsatadi. Men chiqaman ertaga, xotir olmang. Hamma yoqqa chiqaman aka. Ko'rasiz. Qolmadi, ichkarida ham, xatga keladi ham. Yo'q. Eshitdinglar, syomka qilib oling, qolmadi dedi. Yo'q.